Hozir birdamisiz? B2. B2damisiz? B2 6 oyda. 6-7 oy. Qanaqa? Men Azizbek. Aha. Nemis tiliga 6 oy avval kelganman. Bliss nemis tili o'quv markaziga. Zo'r. Maqsadim Germaniyaga ketish, meditsina yo'nalishi bo'yicha. O'zim Qurbonov School'da akademiyasida o'qiyman, maktab hamda shu 6 oy ichida B2 sertifikat bilan studentalik yo'nalishi bo'yicha ketmoqchiman. Tibbiyotda o'qimoqchisiz bakalavrda. Da. Qanday keldi bu Germaniyani ta'lim bakalavrda tibbiyotda o'qish hayolingizga? Oldindan bilarmidingiz? 9-sinfdan bilardim. Keyin bilib tam o'rganib, nemis tilini qattiq yaxshi o'rgatish bo'yicha sizlarga keldim, sizlarga murojaat qildim. Keyin bildimki, Germaniyada o'qish bepul, tekin. Eng katta yaxshiligi bepul. Yaxshiligi o'qishi dunyo bo'yicha yetarlicha darajaga ega. Zo'r. Borganda siz nimalar bo'lishi haqida ozroq bo'lsa ham tasavvur bormi sizda? Tasavvurim bor. Nimalar bo'lishini kutyapsiz mana? 17 yosh bolasiz, masalan, keyingi yil ketasiz, ha? Xudo xolasa, keyingi Keyingi yil. O'zingizda kutilmalaringiz qanaqa Germaniyadan? Aytishlari bo'yicha qiynalish bo'ladi. Adaptatsiyalikda odamlar bilan gaplashib borishda aytishgan, tushunmaysan, gapirsa senga обращение qilishsa. Menimcha yashash bo'yicha ozgina nima bo'ladi, qiyinchiliklar bo'ladi o'qish bo'yicha. Necha yil Germaniyada yashamoqchisiz bundan bir hayotni qurmoqchisiz? Meditsinani tugatishimgacha 12 yil. Undan keyinchi kelasizmi qaytib? Xudo xolasa. Kelishingiz kerak deb o'ylayman, chunki baribir bizga yaxshi kadr doim kerak. Atrofingizda nechta odam nemis tiliga qiziqadi? Atrofimda o'zim guruhmanmi yoki boshqa biyolashlaringiz, atrofingiz bor. Bitta. Bitta sizmi? Yo'q, bitta yana bor. Do'stim, sinfdoshim. Sinfdoshlaringizga hech qiziqtirib ko'rmaganmisiz? O'sha sinfdoshim kelgan. Maqsad katta, to'g'rimi? Katta. Aniq eplaysiz. Xudo xolasa. Zo'r. Sizni bir 12 yosh bola ko'rib turibdi-da hozir. Bitta nimadir aytmoqchisiz, nima degan bo'lardingiz? O'qish va yana o'qish. Hozir birdamisiz? B2. B2damisiz? B2 6 oyda. 6-7 oy. Qanaqa? Boshida kelganimda OB filialda o'qirdim. OB filialda aytishdi, hali joy yo'q. 3 oy, 2 oyda joy bo'ladi deyishdi. So'radim. Qaysi gruppa bor edi? Ular A1 endi boshlayotgan gruppa bor, endi yaqinda o'tishadi deyishdi. Aytdim, bo'ldi, yetib olaman ularga dedim. Где-то 2 hafta ketma-ket 6 kun bo'lsa, 6 kun borib, ikkinchi ustoz bilan ishlab, A1 2 haftada tugatganman. Siz tibbiyotda o'qiysiz, baribir tezroq ketasiz ekan. Zo'r. Undan boshdan avval ham argument bor edi. O'qiganman o'zim uyda faqat. To'xtamang. Lekin oling, studentkolikni boshlang. Oson bo'lmaydi, rostdan qiyin bo'ladi, chunki men studentkolik qiladigan tanishlarim ham bor, borib ham ko'rganman o'zim xonasiga, rostdan qiyin. Lekin oxiri zo'r. O'ylayman, iblis. Tibbiyot tanlaganlar kuchli bo'laveradi.